Abdüşkür Turan Efendi. Abdüşkür Turan Efendi 1933 yılı kuzda Yakanda tug'ilgan. O başlangıç ve o'rta maktablarni Gumi nahiyasida o'qigan. Uning dadisi Abdulaziz Efendi 1933 yılı Atiyozdagi Xotan qo'zg'olonida Muhammed Emin Bug'roning yinida doktor bo'lib ishlagan edi. 1934 yılı yazda Tarim vodisidagi uch viloyatning siyosiy vaziyatida keskin o'zgarishlar yuz berib, Xotan tavasini boshqarayotgan Muhammed Emin Bug'ro Efendi qatorliqlar Stalinning qo'llashi ostidagi Tungan banditlaridan mag'lub bo'lib, chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan edi. Oqibat qog'liqdan toki chaqiliqchi bo'lgan bepoyon Uyg'ur zimini Mahusan boshchiligidagi Tunganlarning qo'liga tushib ketgan. Aqsu viloyati bo'lsa Sovet askarlari va Jallod Shinsayning kuchlari tarafidan kontrol qilingan. Faqat qog'liqdan boshqa Qashqarning har qaysi joylarining hammasi general Mahmud Muhitining qo'lida bo'lg'ashqa, Aqsu va Xotandagi inqilobchilarning ko'pinchisi Qashqarga ko'chib kelib, Mahmud Muhitining qo'llashi ostida davomli faoliyatlarini davomlashtirgan. Shu qatorda Abdulaziz Efendimu Tungan banditlari egallab olgan Xotandan yurti Yakanga qaytib kelgan. Uzun o'tmay u o'z o'g'li Abdushukurni Yakanda qoldirib, o'zi general Mahmud Muhitining yanida xos doktor bo'lgan. Shunda qilib Mahmud Muhitining butun kuchi bilan qo'llashi ostida har qaysi vatanso'yar o'g'lonlar Uyg'ur xalqi ichida turlik oqartish harakatlarini qo'zg'agan. Jumladan Atishliq Mamatali Efendimu 3 yilga yetmagan qisqa vaqt ichida nurg'un o't yurak izbosarlarni yetishtirib chiqqan. 3 yil ichida Qashqar viloyatida o'tirg'i chiqayotgan mo'jizalik o'zgarishlar Stalin va Shinsayni bearam qilgan. Oqibat ichki va tashqi dushmanlar birlashib Qashqardagi ikkinchi qitimliq yangilikqa ko'chish harakatini xuddi 1924 yili 14 avgust kuni Abduqodir Damollamga qasd qilish orqali ujuqtirgandek ujuqtirish qasdida bo'lgan. Natijada o'z ichidagi sotqinlar va tashqi besimlarga bardoshlik bera olmagan Mahmud Muhiti 1937 yili 2 aprel juma kuni shikarga chiqish bahonasi bilan Qashqardan chiqib, shu mangancha Hindistonga qarab yo'l olgan. 1937 yili aprelda ham Qashqardagi Mahmud Muhitini ham Qumuldagi yo'lvosni qochirib qo'ygan Jallod Shinsay g'aljirlashib, shu yili 5-oyda Qashqardagi barliq milliy ma'rif sarkillari va inqilobchilarni tutqun qilib, Yavaq turmasiga qamab, qattiq qiyin qistoqqa olgan. 1937 yili 30 may Mahmud Muhitining qalduq qo'shoni Yakandan Qashqarga hujum qilib, bu turmini ozod qilishga oz qolgan chaqda Shinsay turmidagi 300 dan ortiq Uyg'ur tayanch zotlarini va ma'rif sarkillarini Qodir hojining qo'li bilan o'qqa tutib va benzinda ko'ydirib o'ltirib etgan. Gerçi doktor Abdulaziz bu qitimqi cho'ng tutqunlikdan vaqtli qutulib qolgan bo'lsa-mu, biroq shu yili kuzda Sovet Qizil armiyasi tanki qismini Tarim vodisiga avatib, Abduniyaz Kamal boshchiligidagi Uyg'ur milliy ozodlik kuchlarini qonliq bostirgandan keyinla Qashqar va Xotanda texmi keng ko'lamda tutqun qilish boshlangan. Ani shu qatorda doktormu tutqun qilingan va shundan beri uning zodili izderiki bo'lmagan. Chunki u mu o'ziga o'xshash 1 millionga yaqin nomsiz Uyg'urlarga o'xshash sirli holda maxfiy o'ltirilgan edi. Shu yili 12-oyda Jallod Shinsay atalmış xoinlarning mulkini aniqlab musodir qilish deb biljirlab 1931 yildan 1937 yilgacha davom qilgan milliy ozodlik urushlariga qatnashgan, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llagan kishilarning hammasini turmaga tashlash va mol mulkini bulang-talang qilish buyrug'i tushirgan. Oqibat amdili 4 yoshga kirgan Abdushukur kichkidan tartibla
g'alchilar tarafidan isyanchining pushti deb haqoratlanib, yetimlikning dardini eg'ir tortgan. Keyincha tuqqanlari yakandagi besimlarga chidab bo'lolmay, uni gumiga apirib dadisining bir tonishiga havola qilgan. U kishi do'stining izbosarini yaxshi parvish qilib, loyiqida tarbiya bergach, maktabda o'qitgan. Tarix chaqi 1942-yilga kelganda Jallat Shingsay Stalindan yuz o'rib, Sharqiy Turkistonni gomindangchi Xitoylarga qo'sh qo'llab tutgan. Biroq Stalin Gitlerga qarshi urushda o'zini o'ngshib olgandan keyinla Altaydagi qozoq partizanlarini va Ilidagi Uyg'ur qo'zg'olonchilarini qo'llab, egisiga osiylik qilgan g'alchini adaplamoqchi bo'lgan. Bu fursatni ching tutgan Ili Uyg'urlari boshqa xalqlar bilan birlikda 1944-yili 12 noyabr G'ulji shahrida Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qurib chiqqan. Keyincha Yaponlarning muddatdan burun taslim bo'lishi va Sovetlarning manfaatining boshqa tarafga burilib ketishi tufayli g'alabalik davom qilayotgan milliy ozodlik urushlari to'xtab, mag'lub bo'layotgan dushman bilan bir ustalda o'ltirgandan keyin 1946-yili 7-oydan 1947-yili 8-oygacha davom qilgan atalmış Şinjan o'lkalik birlashma hukumat qurilgan. 1946-yili 11-oyda Sharqiy Turkistonning janubidagi Xotan viloyatida o'tkaziladigan demokratik saylamning amaliylish ahvolini ko'zdan kechirish uchun 12 yildan beri qadam besib boqmagan yurtiga ikkinchi qitim kelgan Muhammad Emin Bug'ra tasodifiy holda 13 yoshlik Abdushukurni uchirtib kelib, shu yili 12-oyda uni o'zi bilan birga Urumchiga elib kelgandan keyin uni o'zi bir qo'lliq tarbiyalash bilan birga eng yaxshi maktabda o'qitgan. Shu tariqada 3 yil o'tgandan keyin eng oxirgi Uyg'ur mo'tavarlari vatanidan ayrilishga majbur bo'lgan. 16 yoshlik Abdushukurmu Muhammad Emin Bug'ra apandi boshligan karvon bilan birga Hindistonga chiqib ketgan. U Kashmirda 1 yil, Hindistonda yana 1 yil turish jarayonida Ordo tili va hindi tilini pishiq o'rganib olgan. Ondan keyin uning bir qism yurtdoshlari Saudiya Arabistonga hijrat qilgan. Ammo yosh Abdushukur Hindistonda to'liq o'ttirni bitirib bo'libla Ataq atisi Muhammad Emin Bug'ra apandiga agishib Turkiyaga ko'chgan. 1955-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar organi Turkiyaga o'rnashtirgan musofirlar qatorida yosh Abdushukurmu Turkiyaga yetib kelgan. Dastlabda Qaysariyda yerlashgan Abdushukur uzun o'tmay Muhammad Emin Bug'ra apandining chaqirtishi bilan Anqaraga kelib o'qishni yana davom qilgan. 1962-yildan 1964-yilgacha Turkiya armiyasida askar bo'lgan bu yosh 1965-yildan 1979-yilgacha Turkiya Milliy kutubxonasida 1980-yili Madaniyat ministrligi folklor tadqiqot markazida mutaxassis tadqiqotchi bo'lib ishlagan. Keyincha shu chog'dagi sobiq madaniyat ministri Namık Kamal Zeybekning maslahatchisi bo'lib ishlagan. U Turkiya fuqarosi bo'lganda familiyasini Turan deb oldirgan. Shundan beri u Abdushukur Turan degan ism bilan mashhur bo'lgan. U madaniyat ministrligida ishlayotgan mezgilida o'zining qalam quvvatiga tayinib nurg'un asarlarni yozib qoldirgan. Abdushukur Turan apandi 1980-yillarda Turkiya pasporti orqali ona yurtiga bormoqchi bo'lganda Turkiyadagi Xitoy elchixonasi uning tug'ilgan yurti degan yerga Şinjan deb yozdirsa, ondan viza beradiganligini aytganda Turan apandi keskin holda bu taklifni rad qilgan. U 30 yildan buyon borolmagan vatanini ko'rib kelishga borolmagan bo'lsa-mu, mustamlikchi kuchning tangan haqoratlik atalg'usini e'tirof qilmagan. Qisqasi Abdushukur Turan apandi Turkiyadagi hayoti jarayonida Uyg'ur xalq adabiyoti va o'z xalqini turk xalqiga tunishtirishda nurg'un ajr singdirgan bo'lib,
bir qancha kitob va 120 parchadan ortiq maqola e'lon qilgan. Afsuski, bu kitoblar va maqolalardan muhojiratdagi Uyg'urlar asosan xabarsiz bo'lib qolmay, yana texi avtorni asosan tonimaydi.